Qonuniy yechim topish uchun yetib kelganmiz. Agar ruxsat bersangiz, bunda boshlasak qabulda. Mana shikoyat beryapti. Shikoyat bular hozir yetishmaycha, ular yo'lyapti. Yangi tuman fuqarosi Izzat Hasanbek Nusratov tuman. Men shu uy joyi sotish masalasida murojaat qildim. Ozgina yurishlar bo'ldi. Endi adashmachilik bo'ladi-ku. Ortiqcha obagachilik bo'lgani yo'q. Hammasini o'zlari qilib berdilar. Ishimni yaxshi ko'rib chiqishda sud qaroridan roziman. Nisbatan shikoyat keltirdingmi? Hozir bo'lyapti. Demak, qancha o'tamagan jazoingiz qoldi, bilasizmi? 1,5. O'sha bozorga vaqt-vaqtda Mahkum Said Ahmadxo'jayev, Said Qosimxo'ja, Said Ahmadxo'jayev. Demak, o'tamagan jazo 1 yil 8 oy 7 kun asob tuzatish ishlari jazosini o'tashdan muddatda ilgari shartli ozod qilasiz. Qanaqadir qog'ozni bermadi, bermayapti. Uyga kirib chaqirdi, Amakimizni ayoli. Qonun doirasida xalqni sog'liqda